Uyghur diyarida 6 ayının 25 gündən 9 ayının 30 günüge kadar davam kıldığanlığı ilan kılıngan 100 günlük qattiq zərb beriş hərəkəti gerçi hər qaysı şəhərlərdə elib berilayotgan bolsunmu, amma Xotanda bu xil bastırışның ən qattiq icra qılınıyotganlığı ma'lum bo'lmoqda. Dünya Uyghur Qurultayı bayanatçısı Dilshad Rishit Efendi'nin 8 Ağustos radyomuz Uyghur bölümüge bildirishicha, ular atalmış 100 günlük qattiq zərb berish hərəkəti başlanğan dastlabki mezgillarda Xotan viloyati tavasidan 150 Uyg'urning turmaga tashlanganligini, 2000dan ortiq Uyg'urning har xil bahonalarda atalmış tarbiyalash markazlari nomidagi lagerlarga qamalganligidan xabardor bo'lgan. Bu uçurun özünü endi biz vatandan aldık. Bulukma Xotan vilayetinde elip beriyotgan bu 100 günlük zarur berish hareketindeki uçurunu biz vatandan aldık. Endi bu Xotan bütün vilayetindeki 1000dan artık yazıladı. Hazırkıça bizge kelgen ma'lumot bo'yicha endi 149 adamni qo'lga ilingan. Bunun arasida eng kichigi 13 yoshga. Onun da sırtı endi 2069 adamni endi bu Xitoylar bu hazırkı belgileyen kiyim kiyish madaniyat degan mirchamsiga xiloflik qilgan kamnish endi. Bularning orasidagi bazalarni jariman qo'ygan bazalarni tarbiyalash kursiga lagerga yo'llagan tutgan. Xitoy hukumat taratqulardan Xotan viloyatlik televiziya idorasining 7 ayning 11 kunidagi xabarida Xotan viloyatida 100 kunlik qattiq zərb berish harakatining boshlanishida nihoyat qattiq elib berilganligi bildirilgan edi. Xotan viloyatidagi jamoat xavfsizligi organlari 6 ayning 25 kunidan 9 ayning 30 kunigacha yozliq amonlik saqlash bo'yicha zarba berish, tuzash harakatini qanot yaydirdi. Umumyuzlik tuzash orqali qonunga xilof jinoyatlarga zo'r kuch bilan zarba berilib, turli yushurun xavf-xatar omillari tutilib, jamiyat amonligi muhiti saqlashtirildi. Atalmış 100 kunlik qattiq zərb berish harakatining Xotanlik ahvolini egallash uchun qilgan telefonlarimiz davomida Xotandagi saqchi idorasi xodimi harakat haqida so'ralgan savollarimizga javob berishni rad qildi. Bu 100 günlük zərb berish harakati boshlangan bo'lsin, zərb berishni oyoqlashmadiku? Mush mezgilda qandaq bir taraf qilindi unda adam. 我想知道一下这个百日严打行动进行的怎么样，它的针对方向是什么？你把你电话给我说一下，我让我们人跟你联系。可以要问派出所，他们怎么办怎么弄都会跟你说。我们这是具体的详细情况，我也不能跟你说的太明白。 Amma Xotan diyardan telefonimizni algan 2 nafar mehmonxona xodimi Xotanda boshqurishning eng qattiq ekanligini bildirib, Xotan butun Xinjiang bo'yicha eng bexatar joy deb ta'rifladi. 现在正在进行这个百日严打活动。ayol mulozim 100 kunlik qattiq zərb berish harakati mezgildagi Xotanning vaziyati haqida so'ralgan savollarimizga Xitoy tilida javob berdi. 现在和田是特别安全的，新疆里面和田管得特别严，现在新疆内最安全的就是和田，现在可以这样说的。 U Xotanning Xinjiangda qattiq boshqariladigan joy ekanligini, shunga Xotanning Xinjiangda eng xotirjam joy deb qaraldiganligini bildirdi. 我们就是周围都是警察，都是有安全的，而且我们就是酒店的也是对安全意识特别好。现在的话是非常安全的，现在维吾尔族人也是特别好友。现在和田这里也是挺多的呀，和那个维韩夫妻特别多，您可以放心。 U so'zda yana hozir Xotanda Uyg'urlarning nihoyat do'stona ekanligini, Xotanda Uyg'ur Xitoy to'ylashgan er ayollarning bargancha ko'payayotganligini eskartib, mehmonxonaga tushgan sayohatchilarning bexatarligidan ansirashning hojati yo'qligini ta'kidladi. Telefonni olgan yana bir Uyg'ur mulozimatchi Xotandagi muqimlik tadbirlari haqida to'xtaldi. 我家和田这边有的，100米是一个警察，然后500米一个警务站。 U Xotan ko'chalarida har 100 metrda bir saqchi, 500 metrda birdan saqchi punkti borligini, saqchilarning kech kunduz charlash elib bordiganligini bildirdi. Ha, bexatar hozir Xotanda. Ana boshqa ahvollar yo'q. Qanday o'zib turib qilishlar? Saqchi punktlari hozirmi bormi hamma yerda? Ha, Xotanda hozir bor. Bizni jo'genimiz muslim birisi bor. Andan jo'geniki bexatarlik tadbirlarida yo'qdek ahvollar yo'q bu yerda. Bizning shaharning markaziy aynan. Unda bo'lganlar, lekin hammaslar ham ketdiniz. Unda qilingan ahvollar yo'q. Endi bu yilqi 100 kunlik zarba deb 6 ayning 25dan 9 ayning 30gacha debdi. Mushkullarda saqchilar charlash olib boramdi. Mushuning atrofida har kuni charlash olib boramdi. Bizning
endi ma dayımlan kelip salat berip kıldayna. Annem bizning özümüzning yangonlar şu dünyanın yetaqları qatlar bizni aytadi. Masalan, bazarlarda yemeklik satadigan, tamaq satadigan yerda saqchilar bormi? Hozir kechida soat 5da istim shiriyat ham ketsam ketallayman. Ya xotirjamazdir. Nima qilaymi, qanday hollar yo'q. Ketallayman da xotirjamazdir. Necha yillar bo'lib ketdi, xotin xotirjam bo'ladi. Shunday achta xotinni xotirjamlik bo'ldi. Qilgan ko'rlarni misbekli qaynona bir ahvollar yo'q hozir. Dünya Uyghur Qurultayı İcraiya Komitetining muavin raisi Elshad Hasan apandining qarashicha, Xotandagi Xitoy mulozimlari ta'kidlayotgan atalmış muqim va xotirjam vaziyat Xitoy fuqarolari uchun yaratilgan bo'lib, rayondagi Uyg'urlar amaliyotda eng qattiq nazorat va bostirish vaziyatida yashamoqda ekan. Xitoyninki xotirjam rayon degan yeri hammasi Uyg'ur uchun shu o'chib turma. Uyg'urlar yerdagi xuddi qapazning ichidagi maymun quyun qo'yish uchun uni qapazdan chiqarib bidam sakragandan keyin yana birib qapazga solab qo'ygan. Shu maymunlar Uyg'urlarning yerdagi Uyg'urlarning kuni lager turma, ochiq turmada yashayotgan vahima ostida. Xitoy taratqulardan ma'lum bo'lishicha, Xitoyning 2023-yillik 100 kunlik qattiq zarba berish harakati Xitoy JX ministerligining bir tutash planlashi bilan elib berilayotgan harakat. Ammo bu atalmış zarba berish harakati boshlanishidanla Uyg'ur avtonom rayonining har qaysi shahar viloyatlarida intayin dag'dug'liq elib berilgan. Albuki Xotan viloyatida bo'lsa, eng qattiq ravishda davom qilmoqda ekan. Elshad Hasan apandi buning sababi haqida yana mundaq dedi. Xotan Uyg'urninki oxirgi qilib qolgan Uyg'urlar hozirgacha selishtirganda bir qadar ko'plik nopis egallaydigan rayon deb qarayman. Hozirgacha gerçi onun aniq soni bizga ma'lum bo'lmasa, Xotan Qashqa ikkisi ham oxirgi qilib qolgan Uyg'urning madaniyati va Uyg'urning nopisi e'tiqodininki oxirgi qo'rg'onlari. Bu yerda Uyg'urlar zo'r darajada 16dan boshlangan Uyg'ur milliy qirg'inchiligining zarbasiga uchursimi, ammo bu yerga Uyg'urlar o'zining madaniyati, e'tiqodini saqlab qolish uchun yana har xil usullar bilan tirishchanlik ko'rsatganligidan Xitoy bu ya'ni yanala tahdid topilgan. Uning bildirishicha, Xotanning Uyg'urlar markazlik to'plashgan joy bo'lishi va bu joydagi Uyg'urlarning Uyg'ur madaniyat kimligi va diniy e'tiqodini saqlash irodasining kuchli bo'lishi qatorliq ko'p xil omillar Xitoy hukumatini qattiq ansratmoqda ekan. Shunga 2016-yilning oxiri oshkorlangan Uyg'urlarni lagerlarga qamashdek irqiy qirg'inchilik siyosatida Xotanda tutqun qilingan Uyg'urlar eng ko'p bo'lgan. Ayni yillari Uyg'ur diyarining har qaysi shaharlarda barpo qilingan har 100 metrda birdan saqchi, 500 metrda birdan saqchi punkti bo'lishdek nazorat modeli 2020-yilga kelganda xalqaradagi besim sababli Uyg'ur diyarining Urumchi qatorliq bir qism cho'ng shaharlarda elib tashlangan bo'lsa-mu, ammo Xotanga o'xshash nurg'unlagan joylarda ilmi mavjud ekan. Shuning uchun bu yerda qattiq bostirish, yana shu 2016ga o'xshash metrisiga birdan saqchi, o'y-mo'y yerim kechirib kirib aqtirib tutish qatorliqlarni epidishlik sabab, ya'ni yanalar Xitoyga bo'lgan bir tahdid deb qaragan. Bu yana bir tarafni aytgan vaqtida Uyg'ur xalqininki qanchalik g'ayratlik bu yerda o'zining madaniyatini, kimligini, o'zining hurligi uchun har qanday qurbon berishga tayyorlik ekanligini har xil usullar bilan o'zining mavjudligini davomlashtirish uchun kurash qilayotganligini yana bir ifodasi. Demak, milliy qirg'inchilik yana davomlashyapti. Yana texnik vahshiy usullarda ma'lum rayonlarda vahshiylik bilan yana davomlashyapti. Atalmış 100 kunlik zarba berish harakati boshlangan dastlabki mezgillarda, ya'ni bu yil 7-oyning 11-kuni Ili oblastining To'qisara noyisiga qilgan telefonimizdimi, noyilik saqchixonning Xitoy xodimi rayondagi qattiq nazorat sistemasining uzluksiz davom qilayotganligini bildirib, qattiq zarba berish harakatining 100 kunlik bo'lmasdan, balki 365 kunning hammasida davom qilayotganligini ta'kidlagan edi. Programmani Mehribon tayyorladi.